Assalomu alaykum Muhabbatxon. Sizga bir ikkita savollarimiz bor, maylimi? Mayli. Faqat rostini gapirasiz. Demak, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum hammaga. Men Musayba Muhabbat, 32 yoshman. 5 nafar farzandli onasiman. Davom etamiz. Gerbalife bilan tanishishdan oldin qanaqa vaznda edingiz? Gerbalife bilan tanishishdan oldin 98 kilo vaznda edim. Ortiqcha vazn sizni hayotingizga qanaqa ta'sir qilgan? Ancha qorong'u bulutli bo'lib kelgan. Juda qo'rqinchli vaziyatlarda bo'lganman. Masalan, hayotdan noliydigan ayol, er yaxshiliklarini, bolalarni shirinliklarini, juda ham menga og'riqli hislar juda ko'payib ketgan. Ko'rinmagan, anaqa ochiq dunyoyimni ko'rmaganman. Yaxshi insonlarimni, yaxshiliklarini, unaqa ko'zim ochuvligini his qilmaganman. Chunki hamma menga nima deydi, negativ qaryapti. Men semirib ketganman, hammadan bekinishim kerak. Ayollik hislarim kamayib ketgan, er mendan boshqasini topib oladi degan xayol faqat yurgan miyamda. O'zimga ishonchim pasayib ketgan, juda ham kiyimli kiyishga, keyin bozorga borsam odam semirganini o'zi his qilmaganda menda shunaqa bo'lgan. Bozorga borsam, razmer so'rasam, yo'q, sizga razmer yo'q, bu mana meniki, undoq desa, meni qalbim og'riydi. Juda bugun ozaman, erta ozaman deb bir nimalar qilib yurardim. Xo'p, keyin sizda bu holatdan keyin ozish istagi paydo bo'ldi va ozish uchun qanaqa usullardan foydalanib ko'rgansiz Gerbalifegacha? Voy, gapirmasam bo'lmaydi buni. Nima ozdiradigan narsalar bo'lsa, hammasini qilib ko'rganman, hammasini. Peshkom yurish, dori ichish, даже keto kofilar, mana shu 8 yil avvalgi chiyalar, grechkalar hammasini qilib ko'rganman. Даже och qoladigan dem bilan faqat olmaydigan kunni ham qilganman. Umuman hech qaysi to'g'ri natija bo'lgan, 3 kilo bo'lgan, zo'r deganda 4 kilo bo'lgan, lekin undan so'nib qolardim, chunki o'zimdan o'sha so'lakli keladigan, oyoq qo'llarim muzlaydigan darajada yeb qolardim, ham asabiy tarang bo'lib qolardim. Ana odam, baribir insonmiz-ku, xohlaydigan narsamizni yana tezroq ravishda xohlaymiz. Ammo natijam kutilgan deb bo'lmagani uchun tashlab qo'yardim, 2-3 barobar yeb olardim. Gerbalife haqida birinchi marta qachon eshitgansiz? 8 yil avval Gerbalife bilan tanishgan. Ikkinchi farzanddan keyin tanishgan ekansiz. Boshlashingizga nima turtki bo'lgan? O'zimni oynaga qaraganda o'zimdan qoniqmasligim, dunyoqarashim juda so'lg'in, o'zimni yoshimdan eng glavnisi o'zimni yoshimdan juda katta ko'rinib ketdim, juda ham katta. Assalomu alaykum kenayi, assalomu alaykum opoqi degan darajada bo'lib qolgandim. Demak, Gerbalife bilan ozish boshlaganingizda dastlabki kunlarda qiyinchilik bo'lganmi sizda? Yo'q, to'laqonli xuddi mazza qilib ovqatlanganmiz. Hech mahal pitaniya Gerbalifeda bor. Unaqa menda qiyinchilik bo'lmagan. Eslolmaysiz qiyinchiliklarni? Oldin o'ylardim, qanaqa boshida bo'lgan, ustozlar oqsil hammasini bo'lib berishganda, o'zining menyulari bor bo'lib berishganda, men eski hayotimdan baribir o'tdan qo'shib olardim-da. Sirasi menda tarozim chaqib qo'yardi hammasi. Ustoz o'tirib olib, regirovka qilib, mana qo'shibsan, mana qo'ygin deb sirasi o'ynab qo'yib qo'yardilar. Birinchi natijangizni qachon ko'rgansiz, esla olasizmi? O'sha payt 26 yosh bo'lganman, tug'ilgan kunimga yaqin bo'lgan. Xo'jayinim oq ko'ylak olib bermoqchi bo'lganlar, chunki men so'raganman, oq ko'ylak olganib borganimda 2 ta razmer kichkinasi olganman. O'shanda juda xursand bo'lganman. Eslab qolgansiz. Hozirgacha qancha vazn ketgan? Ya'ni hozirgi vazningiz qancha? 26 yoshimda 98 kilo bo'lsam, hozir 32 yoshimda bugun chiqdim 78. 70 kilo 8. Bu degani 28 kilo minusda, to'g'rimi? Xo'p. Eng katta o'zgarish tanangizdami yoki fikrlashingizdami? Har tomonlama, chunki tozalanu ham ichkimda ham tashqimda ketgan, chunki hayot tarzimda kiloyimdan, ko'rinishimdan chiroylilashgan, yosh bo'lgan bo'lsam, ichimda beg'ubor 16-18 yoshli qiz bola paydo bo'lib qolgan. Juda ham yosharib ketgan. Yaqinlaringiz sizdagi o'zgarishga qanaqa munosabat bildirishadi? Yaqinlarimmi? Mashalloh, 5 ta tug'sanglar, hali ham o'shasan, qiz bola deysan deyishadi. Shu gap menga yoqadi. Eng esda qoladigan voqeangiz qaysi mana shu Gerbalife hayotida? Festa. Birinchi festa bayramga borganimda ustozlarim bilan shunaqa bir xil trenerlar, hamma ustozlar bir xil kiyinganda, men shu darajada qiziqqanman ular bir xil kiyinishiga. Men ham o'sha materialdan sotib olib tiktirganman. Qanaqadir quvonch bo'lar. Hozir oynaga qaraganingizda o'zingizga nima deysiz? Juda ham chiroylisan, muhabbat sevimli, ismingga ma'nosi deyman. Demak, oxirgi savolim. Siz kabi o'sha vaznidan aziyat chekayotgan ayollarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Qanaqa maslahat?
hech qanaqa dietalarni qilmanglar, hech qanaqa ozdiruvchi mahsulotlarni internetdan qarab ovora bo'lmanglar. Bekor ertaga boshlayman, indinga boshlayman, vaqtinglarni menga o'xshab yo'qotasizlar. Men o'zim 26 yoshimda 98 kilo bo'lib, o'zimni qari babuli his qilardim xo'jayinim oldida. Lekin 32 yoshimda xo'jayinim oldida bolalarcha 18-16 yoshli his qilaman. Aytmoqchi bo'lganimki, o'zingizni aynan ishongan mutaxassisni toping, mutaxassisni qattiq qo'yligidan ushlab olib, qo'yib yubormasdan natijalaringizga erishing. Shuni maslahat beraman. Agar vaqtni orqaga qaytarish imkoniyati bo'lganda, Gerbalayevni qachon boshlagan bo'lardingiz? Gerbalayevni deyishimdan oldin boshlagan bo'lardim. Молодец, rahmat javoblaringiz uchun. Rahmat. Sog' bo'ling.